Namazda yanfon sayrab ketsa etib o'tish. Savol. Assalomu alaykum. Agar masjidga kirganda yanfonni taqib o'tishni unutib namozga turgan bo'lsa, sayrab ketsa taqvasi yaxshimi yoki ashunda qo'yiversa to'g'rimi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamdu sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlariga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Masjidga kirishdan burun yanfunni yoki ovozini taqib etish kerak. Chunki undaq bo'lmaganda o'zining va boshqalarning namoziga ta'sir yetkazadi. Navoda yanfunni taqib etishni unutib qolib, masjidga kirib namozga turgan bo'lsa, namozda sayrab ketsa, darhol taqib etishi vojib. Qo'yiversa gunohkor bo'ladi. Taqib etganda telefon qilg'uchining ismi yoki nomeriga qarab yurmay taqib etish lozim. Olimlarning qarashida odatda namozning joyida bo'lishi uchun zarur bo'lgan ba'zi bir ish harakatlarni qilsa namozga ta'sir yetmaydi. Aksincha, namozga ta'sir yetkazadigan yanfon ovozini taqib etmay turgan taqdirda o'zining va boshqa namozxonlarning diqqatini buzib etadi. Namozning joyida bo'lishiga munosabatlik ozg'ina harakatning namozga ta'sir yetkazmaydiganligi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarida kelgan. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir qatim jamoat bilan namoz o'qiyotganida Rasulullohning kashida maynatlik borligini Jibril xabar qilganda Rasululloh namozda turibla kashini silib atgan. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilib bundoq degan: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldi tarafida uxlaganda ikki putim Rasulullohning qibla tarafiga to'g'ri kelib qolatdi. Rasululloh sajda qilganda meni noqib qo'yatdi. Men putlarimni yig'ib olatdim. Sajdadan qopqanda putlarimni sunib olatdim. O kunlarda uylarda chiroq yo'q edi." Ibn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qilib bundoq degan: "Men Hammam Maymunaning uyida qo'nib qolgan edim. U kechasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Maymunaning uyida ekan, Rasululloh kechida turib tahorat olib namozga turib edi. Menmi uning so'l tarafida tursam, u meni tutib o'ng tarafiga turg'izib qo'ydi. Ondan 13 rakat namoz o'qidi." Yanfonni taqib etishmi namozning joyida bo'lishi uchun qiladigan ozg'ina ish harakatdan iborat. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 88 nomerlik fatvo.